Assalomu alaykum, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Tuzlumisizlar? Mana kompyuter sapchaslari qora. Bunaqa rangga bo'yayapmiz. Boshladik. Har xil rangga bo'yaymiz bularni. Chiroyli, ideal qilib chiqarib beramiz. Xudo xolasa, cho'tka qilib. Odamlar kompyuterigacha, televizorigacha, mikrovolnovkalarigacha bo'yattirishni boshlashyapti. Rang-barang, xohlagan rangligida qilib, parashkovoy kraska bu, pechkada pishadi 200 gradusda. Kunda ko'chib ketmaydi, kraskasiga garantiya ancha yil turadi, qirilib, chizilib, dabdala bo'lib ketmaydigan kraskalardan bittasi. Odamlar hamma narsasigacha bo'yattirib ketadi. Televizori bormi, boshqasi bormi, romi bormi, eshigi bormi? Bo'ldi, endi yig'ishtiringlar, mana eski narsalarni yengillaydigan payt keldi, tashlab yubormasdan bo'yattirib, hamma narsani chiroyli qilib, liboy rangda chiroyli qilib bo'yab beramiz. Xohlasanglar tilla rangga aylantirib, chiroyli qilib rang chiqarib beramiz. Kelinglar, hozir pishib chiqqanda ko'rasizlar. Sep bo'ldik. Hozir endi xudo xolasa pechkamizga tiqib yuboramiz. Hop, pechkamiz mana ishlab turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa yopib qo'ydik pechkamizni. Endi 200 gradusga chiqaramiz, xudo xolasa. 5-10 minut pishiramiz, kraska erib oladi, qotib oladi. Keyin ishni davom ettiramiz, xudo xolasa.